Assalomu alaykum do'stlar. Kecha shunday voqea bo'ldi. Menda Telegramimga APK soобщенияsi keldi. Sizni sudga chaqiryapmiz 13-aprel kuni deb soобщение keldi. Men bilmasdan bosib qo'yibman. Telegram o'chib ketdi va boshqa hamma tanishlarimga o'sha soобщение ketibdi. Do'stlar, mana shu buni aytishimdan sabab, men Instagramga video qo'ya olmadim. Mana shuni o'sha nima deydi, firibgarlar ishi ekan, men bilmadim. Telegramlarim udalit bo'lib ketdi, o'chib ketdi hamma narsam. Ehtiyot bo'linglar. Mana shu videomda boshqalarga ham tashlab qo'yinglar. Men sudga chaqirilyapsiz. 13-aprel kuni dushanba kuni sudga kelasiz deb o'zimni nomerlarim bilan ismlarimni yozib soобщение kelganiga men o'ylabmanki, rostdan ham sudga chaqirilyapman ekan deb. Endi meni shu sud bilan majburiy ijro bilan chaqiriladigan tomonlarim bor edi. Men haqiqatdan ishonib qo'yibman-da. Lekin hayron bo'ldim. Hech qanaqa nomer yo'q, hech nima yo'q. Men ochganimdan keyin bildim. Ochmas bilmadim. O'sha bosib qo'yibman do'stlar. Mana shu videomni boshqalarga ham tashlab, like bosib jo'natib qo'yinglar. Hamma ko'rsin. Ehtiyot bo'linglar do'stlar. Bu soобщение kelishidan bir 3-4 kun oldin bir notanish nomerdan telefon bo'lgan edi. Qanaqadir savollar berdi, uni ham tushunmadim-da, keyin o'chirib tashladim. Ko'p gaplashmadim, lekin kimsiz dedim. Yaxshi gapirmadi, tushunarsiz gapirdi, o'chirib tashladi. 3-4 kundan keyin mana shu voqea bo'ldi. Hozir Instagramlarda videolarni ko'rib o'sha tushunib yetyapmanki, birinchi begona nomerlardan telefon qilib chiqargan. O'sha bilmasdan ko'tarib qo'yganingizdan keyin Telegramingizga kirib kelib, xullas sizni ma'lumotlaringizga kirib olayotgan. Meni Telegramlarim o'chib ketdi. Do'stlar, mana shu videomni maksimal darajada like bosib, podpiska bo'lib, do'stlaringizga kim ko'rayotgan bo'lsa jo'natib qo'yinglar. Hammalaring ehtiyot bo'linglar do'stlar. Rahmat, sog' bo'linglar, xayr, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.